İslam aqida ensiklopediyasi. Birinci qism. Yegana yaratquchi. Avtori Yar Muhammad Jaloliddin. Planlag'uchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Mas'ul muharrirlari Doktor Abdul Aziz Rahmatulloh Abduvali Said. Korrektor Abduvali Said. Bat va muqova loyihalaguvchi A. Aqxun. 2018 yil 11 oy 1 nashri. Sajiya Islom tadqiqot markazi nashr qildi. İstanbul, Türkiye. Beg'ishlama. Bu asrimni kaminining imonliq va aqidalik o'sib yetilishiga sababkor bo'lgan, al vataniga foydali xizmatlarni ro'yobga chiqaradigan, bu dinga foydali natijalarni qo'lga keltiradigan solih bir avlod, to'g'ri yo'lliq va manfaatli ilm egasi bo'lib yetishib chiqishimni armon qilgan, shundaqla ta'lim tarbiyamning yaxshi bo'lishi uchun qo'limdan kelishicha eng afzal sharoit va imkoniyatlarni hozirlab bergan, bu yo'lda barliqini atagan köyümchanligi va fidokorligi bilan har vaqt men uchun bebaho ulgu bo'lib kelgan qadrdon va mehribon ota-onamga bag'ishlayman. Alloh ularni o'zining eng suyumli bandalari bo'lgan payg'ambarlar, siddiqlar, shahidlar va solihlar bilan birga qilsin. Kitob haqida. Kichikimizdan musulmon oilada yashab, ota-onalarimiz ulamolar atrofida yurib, ularning sovrinlaridan azdur ko'pdir baharlanib va bizni baharlantirib turg'achqimikin, har birimizning sab tabiatida bor bo'lgan yegona yaratquchiga bo'lgan iymon saqlanib qolgan va turli chang to'zonlarning qoplab ketishidan amon qolgan. Balliq chog'larimda iymon, aqida va yaratquchi haqida Musa Jarullohning Lenin bilan qilgan munoziralarini va shuningga o'xshash materializm bilan islom o'ttirisida bo'lingan keskin munozirlarni undan boshqa dunyoning har qaysi joylarida yuz berib o'tgan va ayni chog'da olimlarimizning dahriylar, ateistlar bilan ilib borgan mashhur munozirlarini, ilmiy kurashlariga doir vaqaliklarni, hikoyalarni rahmatlik otamdan anglab turatdim. Bu sababdan vatanda maktabda o'qiyotgan chog'larimdami maktabdagi darslik va jamiyatdagi axborot vositalarida keng o'rin berilgan ateizmning ta'siri yaratquchini tunishdan iborat qalbimdagi sab tabiatni bulg'ay olmagan edi. Keyincha Alloh meni va bir qancha saboqdoshlarimni Al-Azhar universitetida bu haq dinni, aqida, shariat va adab axloq jihatlarida cho'kib o'qishga muyassar qildi. Al-Azharda ilmiy metod va paketlarni cho'rdigan, aqida ilmini o'rgangan, islom aqidashunoslarining kufr ahlining har turli e'tirozlariga va shubhalariga bergan radiyalari, qanoatlanarlik javoblari bilan uchrashgancha qalbimda yildiz tortgan suzuk aqida, sog'lom fitratimda saqlanib kelgan yegona Allohga bo'lgan ishonch texmi mazmut va tavranmas holatga keldi. Ilgari vatanda aqidaga doir Alloma Abduqodir Damollamning Aqoida Zururiya nomli ixcham ammo mo'l mazmunli risolasini o'qigan bo'lsam, keyin Al-Azharda islom aqidasini ilmiy yo'sinda mufassal o'qidim. Shu qatorda dinsizlarga va har xil ozg'un firqalarga qarshi islom aqidasini qo'g'digan kalom ilmini, jumladan shu sohada yozilgan Al-Iqtisod fil Itqod, Javharatut Tavhid qatorliq asarlarni islom faylasuflaridan Ibn Sina, Farabi va Kindi qatorliq buyuklarning falsafalarini o'qigan bo'ldim. Bundan boshqa yana Yevropa va G'arb dunyosining yaqinqi va hozirgi zamon falsafalari, ideologiya iqimlaridanmi, yangi zamon fizika nazariyalaridanmi xabardor bo'ldim. Maktabdagi darslik kitoblardan sirt yana Nadir al-Jisrning Falsafa, ilm, fan va Qur'on o'tirisidagi iymon tarixi degan kitobini yaratquchining borligiga iymon aytgan bir bo'lik ilm fan olimlarining maqolalarining to'plami bo'lgan Alloh ilm fan davrida parlamoqda degan kitobini, Imom Qardaviyning Iymon va hayot degan kitobini, Doktor Mustafa Mahmudning Ateist do'stim bilan suhbat degan kitobini va shunga o'xshash aqida, falsafa va ilohiyatga aloqador shu chog'larda tepiladigan bir yurish kitoblarni o'qigan bo'ldim. Oliy maktab bosqichi bitganga qadar aqida va iqim sohasiga qiziqib kelayotgan bo'lsam-mu, kasb tanlashda fiqhiy va shariatshunoslikni tanlash nisib bo'ldi. Shuning bilan
ichkirilab o'qishda kasbim fiqhiy ilmini markaz qilgan shariatshunoslik sohasiga qarab yo'zlandi. Doktorluq o'qishim bitgandan keyin o'qiganlarimni millatga yetkazish uchun Sajiya islom bilimlari to'rini qurib, islom da'vati uchun sistemali xizmat olib berishga boshladim. Bu jarayonda shariat bilimlarini ommaboplashtirish va bu ilmni olishda diyorimizda to'sqinlikqa uchrayotgan yoshlarga yeyish, vatanning har qaysi joylaridan kelgan har turli savollarga javob berish qatorli xizmatlar bilan 6-7 yil oldirash yurdim. Kelgan savollarning mutlaq ko'p qismi 30 yil jarayonida vatanimizda talash tortish qilib hal bo'lmagan fiqhiy masalalar edi. Gerçi bu meni afsuslantirgan bo'lsa-mu, qandaqli bo'lmasin, bu turli masalalarga o'z loyiqida atrofli javob berib, hal qilib mangmay bo'lmaydi. Aqidasi, mavjudiyati va milliy kimligi ig'ir tahdid ostida ketayotgan bizdek bir millatning aqida tiklash, ruhiyatimizni to'g'ri aqida bilan sug'urish, yashartish, qaytadan bilimizni ruslab, o'rnimizdan dast turish g'amini yemakning o'rniga islomiy uyg'unish bosqichiga kirmayla furuatlar bilan, ya'ni tarmoq diniy masalalar bilan mashg'ul bo'lib ketishimiz, hatto olimlarimiz, da'vatchilarimizning to'yib to'ymay mushundaq shaxsiy masalalar bilan bo'lib ketib, dinning tub ta'limoti va negizlik masalalariga beparvo bo'lib ketishi haqiqatan afsuslanarli ish bo'lgan edi. Ziyolilar qatlamida bo'lsa, ahvol buningdan og'ir edi. Har holda yaqinqi 30 yil mobaynida diyorimizda bir islomiy uyg'onish bo'ldi. Kishilarning sog'lom fitratidagi iymonni yo'qotish uchun 30 yildan ortiq materializm va kommunizmning zo'rliq zo'mburliqlarimi sobiq Sovet ittifoqi va Albaniya qatorliq ellarda bo'lganidek, insonlarning qalbidagi yaratquchisini tunishdan iborat bu fitratni ko'miyitishga yoki butunlay qo'miriyitishga kuchi yetmagan edi. Ko'zitishimcha, Sajiya islom bilimlari to'g'rida menga kelgan savollar qatorida Allohni tunish, nafsini tuzash, qalbini turli illatlardan poklash, nifoqdan, shirkdan saqlanish, muhabbat, nafrat, do'st, dushman prinsiplari, Allohga yuzlanish va sog'lom aqidani tiklash haqida savollar asosan yo'q deyarlik bo'ldi. Natijada fatvo va da'vat xizmati bilan shug'ullangan bu jarayonda keng o'qirmanlar va ahli ilmlar bilan elib borgan aloqa munosabatlardan, qisqasi cho'ng jihatdagi ko'zitishlardan dinning ul asosiy va milliy mavjudligimizning muhim qo'rg'oni bo'lgan aqida sohasidagi cho'ng bo'shliqni his qilib yetgan bo'ldim. Arada bir o'qirmandan Allohning mavjudligiga doir bir savol keldi. Savolga bir necha bet javob yozay dedim-yu, o'xshash ahvoldagi nurg'un yoshlarni bo'libmi ateizmlik majburiy ma'arif va oliy bilim yurtlarida tarbiyalanayotgan millionlagan avlodlarimizni o'ylab javob berishni kechiktirdim. Men bu o'qirmanning savolini ahamiyati jihatdan muhim deb qarab bu yerga naql qilmoqchiman. Savolda mundoq deyilgan edi: Allohning mavjudligini qanday isbotlaymiz? Assalomu alaykum hurmatli ustoz. Tanlari salomatmi? Men sizning Yahudiylar ishlab chiqargan cheklangan yemekliklarni iste'mol qilishning hukmi degan fatvoni o'qigandan keyin ko'nglimda sizga cho'nqur qoyillik va qiziqish paydo bo'ldi. Bugun torbatlarni tepishga nisib bo'pti. Kichkimdan har qanday bir masalaning tegi-taktini surishtiradigan, tushunmagan, kallamdan o'tkazolmagan har qanday bir narsani qabul qilolmaydigan, ham shu masalani esimdan chiqara olmaydigan, uning javobini topqim kelib turadigan mijozim bor. Kichik vaqtimda ota-onam menga bizni Alloh yaratgan, Alloh bizni ko'rib turdi, o'y-xiyollarimizni bilib turdi deganda, men Alloh nada? Biz nimishqa uni ko'rolmaymiz deb so'rasam, u go'yning bolasi, og'zingni yum, do'zaxqa tuturuq bo'lay demsan deb tillab ketgan. Tas qolgan taxi urib ketgili. Shuningdan beri Alloh zoti nada? Mavjudmi emasmi? Mavjud bo'lsa biz nimishqa uni ko'rmaymiz degan savol faqat kallamdan ketmadi. Meni kafir bo'ldi deb butun ahli mahallaga yeyivitamdikin deb boshqalardan so'rashga jur'at qilolmadim. Men o'zimni islom diniga haqiqiy ishontirishga bir qancha qatim urindim, lekin mag'lub bo'ldim. Chunki men Allohning mavjud ekanligiga qalbimni qoyil qila olmadim. O'zimni zo'rma-zo'r ishontirishga urindim, lekin ko'nglimning bir yerlari buningga dalil talab qilib turib olib, Allohning mavjud ekanligiga o'zimni haqiqiy ishontirishga amalsiz qoldirdi.
Allohning mavjudligini qanday isbotlaymiz? Mavjud bo'lsa, u nada? Sizlar Allohning mavjudligini qanday qilib kallalardan o'tkazgan? Men qanday qilsam bu masalani kallamdan o'tkaza olayman? Sizlarga salomatlik, ishlarga utuq tilab, o'g'lik. Mushu munosabat bilan savol so'ragan bu qarindishimga shu so'zlarni degim kelyotidi. Qarindishim, balkim siz hozirga qadar shu chog'da so'ragan savolim javobsiz qoldi deb o'ylayotgansiz. Savolingiz mavjudlikdagi cho'ng haqiqatlarga munosabatlik bo'lg'ach, sizga javob qaytarishda shu ko'nib ketgan turoqli javoblarni takrorlashni xohlamadim. Balki siz so'ragan bu savolga cho'nqur ilmga to'yingan atrofli javob lozimligini his qildim. Ehtimol siz so'raganlaringizning javobining keyincha bir kitob bo'lib putib chiqadiganligini tasavvur qilib boqmagan bo'lg'aydingiz. İslam aqida ensiklopediyasining birinchi tomi bo'lib nashr qilingan Yegani Yaratquchi nomli bu cho'ng hajmli kitob savolingizning atrofli javobidir. Shundoq, Allohning muvaffaqiyat berishi bilan bu qutlug' ilmiy emgak vujudga keldi. Ilgari amaliy xizmatlarni bir qadar yuqori pallaga ko'tarish uchun Sajiya Islom tadqiqot markazini qurishda ilmiy tadqiqot plani tuzib chiqish o'z yetakchiligimda va bevosita ishtirok qilishimda qurilish xarakterlik ilmiy tadqiqotlarni xalqimizga sunish arzu-armonlarimdan biri edi. Bo'libmi ilmiy sohadagi bo'shliqlarni to'ldirish, suyumlik vatanimizdagi aziz millatimizga islomni sof va sog'lom holatida tushuntirishni nishon qilgan aqida tadqiqotini amalga oshirish butun planlarning beshidan o'rin olgan edi. Darvaqa bundoq bo'lishi intayin tabiiy bo'lib, chunki islomiyatimizning barliq aqidaviy qismlari va shar'iy qismlarining hammasi yegani yaratquchiga e'tiqod qilish ustiga qurilgan. Yuqorida aytib o'tganimdek, fitrati sof va sog'lom diniy muhit parvishida o'sib cho'ng bo'lgan, turlik ateizm va boshqa izmlarning zaharidan qo'g'dilib qolgan az bir qism yoshlarimizni hisobga olmaganda, ko'p sondagi yosh avlodlarimizning sog'lom fitrati turlik iqimlar ta'siriga uchrab, yo e'tiqodini yo'qotdi, yo yaratquchiga bo'lgan e'tiqodi langishib qoldi. Bu ahvolni tuzash uchun olimlarimizning tirishchanligi yetarli bo'lmadi. Tirishchilik qilganlarmi to'sqinliklarga uchradi. Axborot, nashriyot, ma'arif va boshqa ilmiy sohalar haqiqiy islom tashviqotidan mahrum qoldirildi. Aksicha, imonsizlar bu o'rinlarni egallab ketdi. Shundaqdimi, bu millat aqidasini, iymonini butunlay yo'qotib qo'ymadi. Har turli bismlar oldida jondan kechdiki, la ilaha illalloh, yegan Allohdan boshqa hech bir iloh yo'qdan iborat kalima-i shahodatdan voz kechmadi. Biz bu xil jasoratga obirin aytgan va buningdan g'ayratga kelgan holda islomni oliy bilim yurtlarida o'rganishga, sistemalik o'qishga muyassar bo'lgan bo'lish sifatimiz bilan bu aziz millatga islom aqidasini sof va sog'lom holatda o'z ona tilida ilmiyligi kuchlik, mufassal va ilmiy tadqiqot o'lchamiga uyg'un shaklda atrofli tunishtirish hamda tunishish imkoniyatini hozirlashni Allohning va millatning oldidagi burchimiz deb bildik va bu ulug' vazifaga bundan 4 yil ilgari qadam olgan bo'ldik. Bumi Allohning fazli va tavfiqi. Allohga shukr. Aqida tadqiqotiga tutish qilishga men o'zim bevosita qalam tavirtishni muvofiq ko'rmadim. Chunki biz bu tadqiqotda yuqori saviyadagi aqida tadqiqotini o'lcham qilgan bo'lg'achqa, magistrlik va doktorlik bosqichlarini shariatshunoslik kasbida tamomlaganligimni ko'zda tutib, qadrini bilgan kishiga Alloh rahmat qilsin degan duo bo'yicha ish ko'rdimda, kasbiylik hurmat qilish jihatdan bu tadqiqotni elib berishga, aqida kasbida o'qigan va bu sohada uzun yillik izdanish va tadqiq qilish tarixiga ega birodarim muallifni taklif qildim. Birodarimning halidan beri bu haqda o'ylashayotganligini bilganim, tadqiqotning ilmiy usulda elib berilishidan va oramizdagi ilmiy xizmat jihatdagi fikr o'rtoqligidan xotirjam bo'lganligim uchun bu buyuk xizmatni vujudga chiqarishga ko'zim yetgan holda Allohga tavakkul qildim hamda kuchimning yetishicha imkoniyat hozirlashga hamdam bo'lganligimni aytdim. Birodarim taklifimni qabul qildi va tarixiy ahamiyatga ega bu xizmatni ro'yobga chiqarishga bel bog'laganligini bildirdi. Shunday qilib, biz ilmiy tadqiqotga doir dastlabki tayyorlik xizmatlarini boshlab ketdik. Har ikkimiz o'zimiz turayotgan joylarda hal qilib ketgili bo'ladigan taraflarni ko'zdan kechirayotgandan keyin
tadqiqot sxemasini tuzib chiqishga boshladik. Men tadqiqot plani va yo'nalishini doktorlik dissertatsiyasini yakunlash qoidasi bo'yicha bekitdim. Tadqiqot mazmunining ko'na va yangi islom olimlarining bayonlari bilan kifoyalanib qolmasdan, yaqinqi va hozirgi zamon faylasuflar, fizikchilar va ilohiyatshunoslarning yana ilm-fan sohasidagilarning bayonlaridan foydalanishni materializmchilarning yaratquchi haqida qo'zg'agan gumonlarga raddiya berish bilan kifoyalanib qolmasdan, ularning nazariyalaridagi logikalik xatoliklarga, ilmiysizliklarga, da'vo qilinayotgan ilmiy xurofotliklarga yetarli raddiyalarni berib mengishni ta'kidladim. Oxirida kitobning bob va bo'limlarining asosiy xaritasini sizib chiqib olgandan keyin bu xizmatga tutish qilgan bo'ldik. Yaratquchining borligi va uning yakka yeganligi haqida bir yilda vujudga chiqarish planlangan birinchi tom tadqiqot asari imkoniyat taqozosi bo'libmi uning qurilmasining alohida bo'lishi, salmoqining ig'ir, talabining yuqori bo'lishi degandek bir qator omillar sababli 4 yilga uzrab ketdi. Albatta, mo'ljallangan muddatdan uzrab ketishiga ba'zi bir qiyin sharoitlardan boshqa, men boshlagan bu ilmiy xizmatlarni oqsitish, hatto to'xtatish uchun shaxsimni va Misrdagi din o'qiyotgan o'quvchilarni nishon qilib o'ynalgan o'yinlar, diniy sohani qalaymaqonlashtirish va diniy ma'rifni kuchaklashtirish uchun orqa ustozlik niqobida so'qinib kirib olgan noahlilarning, din dushmanlarining yoshirin qo'llari, suiqastlari ma'lum darajada ta'sir ko'rsatmay qolmadi. Shundoqdimi Janobi Allohning fazli va haq yo'l ustida tavranmay turish irodasi hammani bekor qildi. Har ishda bir xayr bor degandek, tadqiqot xizmati qancha kechikkan sari texmi yaxshi izlanish va atrofli to'xtalish imkoniyati bo'ldi. Tadqiqotga qo'ygan ilmiy saviya, yuqori talab o'lchami asarning kechikib bitishini taqozo qildi. Tadqiqot jarayonida yo'liqqan eng cho'ng qiyinchilik bo'lsa, foydalanish materialining qisliqi bo'ldi. Uyg'urcha aqida asarlarining barmoqda sanog'idek holda ekanligini, ularning yangi zamon ilmiy taraqqiyotga moslashgan saviyada emasligini, ilmiyligi to'yingan bo'lish, tafakkur va tahlil saviyasi ustun bo'lish jihatlaridan ussizlikni qondirolmaydiganligini, eng muhimi u asarlarning yangi zamon insonlarining ehtiyojini tuzuq qamdayolmaydiganligini hammamiz bilamiz. Arabcha kitoblardami hozirgi oz sondagi yangi tadqiqotchilarning asarlarini hisobga olmaganda ahvol ancha farqlanib ketmaydi. Arabcha aqida kitoblari nurg'un bo'lsa-mu, ularning bir qismi o'z davriga xitob qiladigan va ma'lum davriga xos bo'lib qolgan asarlar. Yana bir qismi musulmonlarga xitob qiladigan asarlar. Yana bir qismi o'z davridagi klassik kalomizmning qurg'oqchiligiga cho'kib ketgan, yana bir qismi nadiki bir masalalarni aqidaning ana masalasi qilib olgan foydasiz asarlar. Yana bir qismi yuzaki, yana bir ma'lum qismi mazhab yoki yo'nalishni aqlash uchun yozilgan asarlardir. Hattoki ba'zi vaqtlarda Uyg'urchaga tarjima qilishga davr ehtiyojini qamdayalaydigan muvofiq biror aqida kitobini topolmagan bo'lsak, talablarga darslik qilib o'qitish uchunmi to'liq va mukammal bir kitob tanlashda tangirqab qolgan chog'larimiz bo'lgan. Mana bu ahvollar bizga bundaq muhim sohalarda nuqul tarjima qilib sunishning ehtiyojini qamdamaydiganligini, bozordagi tonning yo qisqa, yo uzun, yo tor yoki kang kelib qoldiganligini, bu sababdan badanimizga ko'ra o'zimizning ton pichib tikishimizning zarurligini tushuntirdi. Shundoqla bu biz uchun aqida tadqiqotini ko'nglimizdagidak putkasish va yangilangan aqida ilmini ana tilda yozib chiqish qarorini olishga turtki bo'ldi. Qo'lingizdagi bu kitob ana shu maqsadda yuqorqidagi ehtiyojlarni qamdash va bu sohadagi ta'xirsiz bo'shliqni to'ldirish uchun planlangan aqida ensiklopediyasining tunji tomidir. Bu kitob mayli fitrat jihatdan bo'lsin, mayli aqida va naql, falsafa va yangi zamon ilm-fan jihatdan bo'lsin, har bir aql egasiga yegona yaratquchining borlig'ini to'g'ri va ilmiy dalillar bilan isbotlashga yetarli deb qarayman. Kitobda ma'lum bo'lganidek, islom aqidasi aniq bir aqida bo'lib, har bir ta'limotlarda dalil isbotga tayangan. Bu din aqidasida qarg'ularcha ishonish tashabbusi mavjud emas. Aksicha bilib aqida qilish, qarg'ularcha agashmaslik bu dinning tashabbusidir. Bu aqida insonda bor sop tabiatga yot bo'lmagan, zid kelmaydigan, shirikni rad qiladigan, faqat yagona Allohni e'tirof qiladigan sop tavhid aqidasidir.
Tavhid aqidasi bo'lsa, farishtalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga, qiyomat kuniga va qazo qadarga ishonish qatorliq jami aqidalarning o'lidir. Shunimi ta'kidlash kerakki, islom aqidasi quruq nazariya yoki turmushimizga munosibatsiz prinsiplarning yig'indisi emas, balki u amaliy tatbiqlanish jihatdan shaxslarning ma'naviyati ish-harakatiga emas, butun jamiyatga ta'sir ko'rsatadigan, butkul jamiyatning qimmat yo'linishini har zamon belgilaydigan mustahkam asosdir. Islom aqidasi xotirjamlik bag'ishlovchi aqidadir. Chunki Alloh yaratquchi zotdir. Rizq bilan ajal uning qo'lidadir. Bu aqida inson qalbida mazmun o'rnagancha insonning vijdonini uyg'oq tutadi. Allohning uni ko'zib turayotganligini his qildirib, shariatning chek-chegarasiga tajovuz qildirmaydi. Kishilik va ijtimoiy hayotga salbiylikning singib kirishini cheklaydi. Islom aqidasi yana kishilarni zulmga bo'ysunishdan bosh tortqizadi. O'zaro zulm qilishga to'siq bo'ladi. Natijada inson hayotiga elib kelgan bu o'zgarishlar butun jamiyatga ijobiy ta'sirlarni elib keladi. Umuman qilib aytganda, aqida masalasi har bir shaxsning dunyo va oxiratlik saodatini qo'lga keltirish uchun muhim bo'lgandek, millatning qaddini ko'tarish uchun elib beriladigan har qanday planning muvaffaqiyatli bo'lishi uchun bajo keltirilishi kerak bo'lgan oldingi shartdir. Shunga men bu asarni 1000 yillik tarixga ega aqida yo'limizning xaritasini to'g'ri chizib berishda kultur va madaniyatimizning e'tiqodiy manbasini cho'nqurlab tushunishimizga, mavjudlik o'limizning qayerlarga tutishadiganligini bilishimizga, shundaqla kelgusimizga umid, ishonch bilan beqishimiz va olg'a qarab o'girilishimizga zo'r darajada foydali deb qarayman. Men yana bu kitob va uningdan keyingi tomlarning mayli g'arb yoki sharqda bo'lsin, ateizm ta'siriga uchraganlarning yaratquchi Allohga bo'lgan aqidasini ruslab olishi, to'g'ri aqidaga qaytib kelishi va hayotida cho'ng burilish hosil qilishida intayin muhim ahamiyatga ega deb qarayman. Bu sababdan Alloh xolisa bu kitobni O'rta Osiyo qarindosh millatlarning tili va yezqiga o'rib nashr qilishini, hatto Xitoy tiliga tarjima qilib nashr qilishini Sajiya Islom tadqiqot markazining planiga kirgizish kerak degan fikrdaman. Allah muvaffaq qilsin. Oxirida Allohdan bu kitobning vujudga chiqishi uchun planlash, material to'plash, tayyorlik qilish, ko'zdan kechirish va tuzitish jarayonida ko'rsatilgan har turli fidokorlik va tirishchiliklarni, jumladan avtor ikkimizning zimmasiga taqsimlangan mas'uliyat va majburiyatlarni o'rinlash yo'lida besib o'tgan har bir qadamini kirpik qoqmay o'tkazgan ibodatli kishilarni Alloh uchun qilingan xolis amallar qatoridan qilib berishini va gunohlarimizni mag'firat, savalliklarimizni afu qilishini so'rayman. Shundaqla kitobni butkul ummatga, jumladan millatimizga manfaatli qilib berishini, avtorning singdirgan ajriga, yuksak himmatiga, tortgan jafosiga Alloh egamning katta ajr ato qilishini, bu asarni o'zi va oilasi uchun sadiqa jariya qilib berishini so'rayman. Shuningdek, bu asarni tahrirlash, imlosini tuzitish ishlarida himmat qilgan har turli moddiy va ma'naviy yordamlar orqali qo'llagan qarindoshlarimizga Alloh taolodan ajr mukofot tilayman. Hurmat bilan doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Sajiya Islom tadqiqot markazi. Hijriya 1439 yili Zulqa'daning 20 kuni juma. Milodiya 2018 yili 3 avgust, Istanbul.